Assalomu alaykum, hurmatli va qimmatli aziz kitobxonlar. Biz bugun sizlar bilan yana uchrashdik. Xudo xohlasa, bugun sizlarga Imom Hasan, Imom Husaynning kitobini o'qib beraman. Biz 22-betga keldik. Azizlarim, hozir Muharram oyining 11-kuni. Kecha Ashura kuni bo'lgan edi. Men mana bu kitobni o'qib bergan vaqtimda, mana bu yerda yozgandi. Sevikli Husaynning bu dunyodagi musofirligi 56 yil u 5 oy u 5 kun bo'ldi. Hijratning 61-yili, Muharram oyining 10-juma kuni, ya'ni 10-kuni. Karbalo cho'lida zulm va dahshat ostida yosh bolasidan qariyasiga qadar atrofdagi butun yaqinlari bilan birga shahid qilindilar. Kechagi kunimiz Ashura kuni edi. Imom Husaynning shahid bo'lgan kuni edi. Qarang, meni kitob o'qishim ham Muharram oyiga to'g'ri kelganini qarang-da. Mana shu kitobni sizlarga o'qib berishdi. Alloh qalbimga soldi. Lekin Muharram oyi ekanligini bilmasdim. Keyin yaxshilab qarasam, Muharram oyi ekan. Muharram oyida meni qalbimga mana shu kitobni sizlarga o'qib berishni Allohim soldi. Imom Hasan bilan Imom Husaynning hayotini, taqdirini bilish har bitta mo'min musulmonga, demak, yaxshi bo'ladi agar bilib qo'ysa, taqdirini, hayotini, tariximizni bilib qo'ysa. Foydadan xoli bo'lmaydi, foydali bo'ladi albatta bizlarga. Xo'sh, yana bugun kitobimizni o'qishni boshlaymiz. 22-betni boshlaymiz. Jabroil alayhissalom xabari. Hayo va iffat sadafi, suyanch va zarofat timsoli Hazrati Oysha radhiyallohu anha volidamiz rivoyat qiladilar. Bir kuni Allohning rasuli Jabroil alayhissalom bilan birga edilar. Shu vaqtda Hazrati Husayn ichkariga kirdi. Jabroil alayhissalom so'radi: "Bu kim, ey Allohning rasuli?" "O'g'limdir. Buning shahid bo'lishi yaqindir. Uni kim shahid qiladi? Sizning ummatingiz. Istasangiz uning qayerda bo'lishini bildiraman." "Bildir, ey Jabroil." Shunda Jabroil alayhissalom Karbalo tarafiga ishora qilib, bir miqdor tuproq oldi. Bu tuproqni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'rsatib: "Ey Allohning rasuli, bu olamda mana shu tuproq uning shahidi bo'ladigan tuprog'idir", dedi. Ming vaqtki, bu olamda payg'ambar avlodiga ham qilich soladigan insonlar yashagan. Uzildi shoxidan shu go'zal chechak. Ey g'arib ko'nglim, sen bu olamni chek. Kurash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir joyda o'tirardilar. Hasan bilan Husayn bir-birlari bilan kurash tusha boshlashdi. Allohning rasuli ko'klarni oydinlatadigan bir tabassum bilan: "Ha, g'ayrat qil Hasan", deya Hasan radhiyallohu anhuga kuch berardilar. Shunda avliyolar sultoni Ali radhiyallohu anhu: "Ey Allohning rasuli, siz Husaynni qo'llashingiz kerak emasmi? Hasan undan katta-ku", dedilar. Koinot sarvari tabassum bilan ishora qildilar. "Qara, Jabroil Husaynga bo'sh kelma Husayn deb uni qo'llayapti", dedilar. Yana bir kuni koinot sarvarining eng suyukli chechagi Hazrati Husayn u zotning yonida edilar. U birdan onasiga borishni istab qoldi. Havo yomg'irli edi. Allohning habibi duo qildilar. Janobi Husayn onasining yoniga ketgunlariga qadar yomg'ir tindi. Husayn mendandir. Allohning rasuli bir kuni sahobalari bilan da'vat qilingan bir yerga ketib borardi. Shu vaqtda Hazrati Husayn ham ko'chada bolalar bilan o'ynardi. Butun insoniyatga Alloh mujdasini olib kelgan borliq nuri sahobalarini ortlarida qoldirib oldinladilar. Muborak qo'llarini ochib Hazrati Husaynni tutishni istadilar. Jajji Husayn esa quvnoqlik bilan bobosidan qocha boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni tutib olishga harakat qilardilar. Nihoyat tutdilar. Bolakayni mahkam bag'riga bosib: "Husayn mendandir. Men ham Husayndanman.
Allohni sevgan Husaynni sevadi. Husayn nabiralarining eng aslidir dedilar. Sahobalaridan Jabir radhiyallohu anhu jannat yoshlarining jamolini boqishni istaganlar Husaynga boqsin deya marhamat qilganlar. Karbalo. Mo'minlar onasi Ummu Salama radhiyallohu anhu aytadilar. Kunlarning birida Allohning rasuli biroz uxlab, tushkun va xafa holda uyg'ondilar. Keyin yana uxladi. Biroz o'tib yana xafa, tushkun holda uyg'ondilar. Yana uxladilar. Keyin uyg'ondi. Hovuchida qirmizi tuproq bor edi. U tuproqni o'pardilar. Ey Allohning rasuli, bu nima? Dedim. Bu Husaynning tuprog'i. Jabroil uning Iroq tuprog'ida o'ldirilishini xabar qildi. Bu o'sha yerning tuprog'i dedilar. Husayn radhiyallohu anhu shahid etiladigan joydan Jabroil alayhissalom olib kelgan tuproq Karbalo dashtining tuprog'i ekanligi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu joyni Karbalo g'am, qayg'u deb ataganligi rivoyat qilinadi. Ulug' sahoba Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday rivoyat qiladilar. Bir kuni Alloh taoloning izni bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bir farishta keldilar. Shunda u zot Ummu Salamaga amr qildilar. Ey Ummu Salama, eshikni orqasidan yop. Xonaga hech kimni kiritma. Ummu Salama hazratlari eshikni berkitib yonida o'tirdi. Xuddi shu payt payg'ambar chechagi janobi Husayn radhiyallohu anhu yugurib eshikka keldilar. Ummu Salama hazratlari olgan buyruqqa binoan uning yo'lini to'sdilar. Jajjigina Husayn oyoq tirab turib oldi. To'xta bolajonim. Yo'q, bobomni ko'rmoqchiman. Biroz sabr qilib tur, ikki ko'zimning nuri. Nega bobomni ko'rishimga qarshilik qilyapsiz? Shunday topshiriq oldim. Ammo men ko'rishni istayman. Hazrati Husayn eshikni qiyinchilik bilan ochib ichkariga kirdi va o'zini Alloh rasulining muborak quchog'iga otdilar. Allohning habibi uni ko'rib gul tabassum qilib quchog'iga oldilar. O'pib erkalatdilar. Sochlarini siladilar. Farishta bu holatga lolo hayron qarab turar ekan, Allohning rasulidan so'radi. Uni juda ham yaxshi ko'rasizmi? Ey Allohning rasuli. Ha. Yaxshi, ammo ummatingiz uni o'ldiradi. Demak, uni o'ldiradiganlar mo'minlar, shundaymi? Ha. Agar istasang senga u o'ldiriladigan joyni ko'rsataman. Yaxshi, ko'rsat. Bunga javoban farishta bir hovuch nam va qizil tuproqni Allohning rasuliga ko'rsatdi. Ummu Salama hazratlari esa uni olib kiyimining etagiga qo'ydi. Allohning habibi, butun maxluqotning payg'ambari bu xususdagi xabarlarni bilganidan keyin oradan 50 yil o'tib Karbalo dashtida ro'y bergan fojia bilan haqiqatga aylandi. Payg'ambar avlodi bir tomchi suvga tashna bo'lib yondirayotgan quyosh ostida tashnalikda shahid etildi. Buyuk sulola. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasli Hazrati Hasan va Hazrati Husayn radhiyallohu anhular bilan davom etdi. Butun insoniyatga Allohning mujdasini olib kelgan zotga abtar, naslsiz, nasli kesilgan deganlarga javoban Alloh taolo aslida sizni abtar deganlarning o'zlari abtar bo'ladilar deya marhamat qildi. Bu muborak naslning ikki davomchisi Fatima radhiyallohu anha va Ali radhiyallohu anha ana shu buyuk daraxtning ikki asosiy shoxidirlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar. Men va otam Abbos Rasulullohning yonida o'tirgandik. Shu payt Ali ibn Abu Talib salom berib kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rib o'rnidan turdilar. Uni bag'riga bosdi. Ikki ko'zining orasidan o'pib, o'ng yoniga o'tqizdi. Shunda otam, ey Allohning rasuli, uni shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Dedilar. Olamning faxri shunday javob qildilar. Ey amakim, vallohi uni juda ham yaxshi ko'rishimning sababi shundayki, Alloh har bir payg'ambarning zurriyotini o'sha payg'ambarning o'z pushti kamaridan dunyoga keltirgan bo'lsa,
mening zurriyotimni buning pushti kamaridan keltirgandir. Ha, muborak islom dinining haqiqiy ulamolari mana shu ulug' nasldan yetishib chiqajak. Komillik g'oyasining yetuk namoyandalari ulardan tarqaladi. insonlarning qalbiy xastaliklarini davolash vazifasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning naslidan dunyoga keladi. Allohning arsloni va avliyolar sultoni Hazrati Ali raziyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni Hasan bilan Husaynning qo'llaridan tutib, jamoatga shunday xitob qildilar. Biror kim meni, bu ikki bolani va ularning otasini va onasini yaxshi ko'rsa, qiyomat kuni men bilan birga bo'ladi. Azizlarim, mana sizlar bilan Imom Hasan, Imom Husayn raziyallohu anhu ahli baytning ikki javhari kitobini o'qidik. Bu voqealarni eshitdingizlar, iloji boricha tarqatingizlar. Chunki biz tarixni bilsak, kelajagimizni ham yaxshi bilishga harakat qilamiz. Chunki tarixini bilmagan inson bu natijasi yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun iltimos, mana shu kitobni sizlarga o'qib beryapmanmi? Boshidan boshlab eshitdingizlar. Ba'zi bir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rayman. Xayr, sog' va salomat bo'lingizlar.